Giyohvandlikning harom qilinishiga sabablardan yana biri bu ularning inson sog'lig'iga zarar keltiruvchi, aqlni ketkazuvchi, badanni bo'shashtiruvchi va susaytiruvchi ekanidir. Ummu Salama radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan yana bir hadisda Janobimiz Payg'ambar alayhisalom shunday marhamat qildilarki, naha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an kulli muskirin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlarini bizga yetkazyaptiki, Ummu Salama radhiyallohu anha shunday marhamat qildiki, u kishi rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhisalom har qanday mast qilguvchi, badanni bo'shashtiruvchi va susaytiruvchi narsalarni iste'mol qilishdan qaytardilar. Demak, bugungi kunda mana shu eng avjiga chiqib borayotgan, ya'ni o'sha giyohvandlik moddalariga mukkasidan ketib qolib, giyohvandlik moddalariga iste'mol qilib, buning orqasidan juda katta qiyinchilik va mashaqqatlar, yo'qotishlar, azob uqubatlarni boshidan o'tkazayotganlarning soni bor sanog'i yo'q.